19. bab. Mirzaxon ahvolining qisqacha bayoni va Piqir Mirza Haydarning Badaxshondan Kabulga borganligi. Xon Kabulga o'tib ketib 18 kundan keyin Piqirning Badaxshonga yetib kelganligi yuqorida bayon qilingan edi. Mirzaxonning ahvoli badnaqshchilarning tayini yo'q qalasi ichida qisinchilik va xaroblik ichida edi. Badaxshonning tangi bala tarafi shu taraf hazarlarining mustahkamroq yerlari bo'lib, bu yerlar Qashqarga taalluq bo'lgan edi. Bu haqda keyincha bayon qilinadi. Badaxshonga tutash va ziroat o'xshaydigan ovat yerlar o'zbeklarning ishg'olida edi va uning atrofida qolgan ovat joylarmi o'zbeklarning qo'rqinchisi tufaylidan vayron bo'lgan edi. Qashqarliklar bilan o'zbeklardan iborat bu ikki vahshiy tog' yo'lvisi va jabokor daryo lahinining ishg'olidan tashqarida qolgan yerlarni Shohruxiddin Chiroqkash Malahidilarning taklifi bilan Siyistondan kelib ishg'ol qilgan edi. Mirzaxon bechora bularning o'ttirsida ozg'ina yerga hukmronlik qiladi. Mirzaxonning hukmronligi ostidagi yerlarning hosilati uning qisman lavozimotlarigami yetishmaydi. Shunga tirikchiligi shu qadar tanglik ichida o'tadi. Bu qishni bir yo'llar bilan o'tkazdik. Shu yili bahorga yaqinlashgan edi. Shohruxiddinning e'tiqodchilari orasida ixtilof paydo bo'ldi. Jidal mojarolar shu darajaga yetdiki, oxir ular Shohruxiddinning nejiz beshini nopak tenidan judo qilib Mirzaxonning huzuriga ilib kelishdi. Malahidalarga bu xil zarba va parakanchilik yetganligi uchun Mirzaxonga bir oz kuch-quvvat hosil bo'ldi. U bahorni o'tkazdik. Ko'z faslining oxirgi vaqtlari bo'lgan edi. Bobur podshohdan Mirzaxonga bejirish zarur bo'lgan farmon keldi. Bu farmon Muhammad Husayn Mirzaning o'g'li sening huzuringda emish. Sening yurting o'zbeklar tavalliga yaqin. Shunga ularning vahimasidan xotirjam emas. Uningga biror xiyim xatar yetib qolmasligi uchun eng yaxshisi uni mening huzurimga avatkaysan degan mazmunda edi. Mirzaxon bu yorliqning mazmunini vaqif bo'lib, mening Kabulga berishimga ruxsat bermoqchi bo'ldi. Menga bir rangdar kiyim tayyorlab berish uchun hamma tirishchiliklarni ko'rsatdi, lekin tayyor qila olmadi. Oxir ilojisiz ijozat berdi. Shu kunlarda yuz bergan voqealarda noyda ajoyib va g'aroyib voqea shuki, yuqorida bayon qilib o'tilgandek Hisar tavasidagi Mir Imod Langiri degan yerda uloqdan yiqilib qo'lim jaynikimdan chiqib ketgan edi va Po'shak kentida u jarohatni tengib og'riq pas bo'lgan edi. Ammo qo'limni sung'ili yiqilib bo'lmaydi. Qo'limni yuzimga yetkazolmaydim va o'qnimi durustroq tutolmaydim. Mirzaxonning huzuridagi vaqtimda bahor vaqti bo'lgan edi. Bir badaxshonlik 2 yoshlik bo'lgan bir obdan otni o'zbeklardan o'g'irlab kelib Mirzaxonga sovg'a qildi. Mirzaxon u otni menga berdi. Bir kuni Mirzaxon sayli qilish uchun otlandi. Menmi otga minib hamroh bo'lib sayliga chiqdim. Ketayotganimizda u ot to'satdan necha navbat munkib oxir meni yerga urdi. Sungan qo'lim ostimda qoldi. Bir ovoz qulog'imga anglandi. Shu hamon hushimdan ketdim. Biroz soatlardan keyin hushimga kelib ko'zimni ochsam, Mirzaxon beshimni tizig'i ilib o'ltiribdi. Shuningdek keyin meni yo'lab qo'padi. Qo'limni bo'ynimga esib otga mindirib qal'ani zafarga ilib keldi. Ondan sunuq tangdigan kishilarni ilib kelishdi. Ular muloyiza qilishdiki, qo'limdan chiqib ketgan bo'g'imi o'z joyiga tushib qolgan ekan. Shunga tengishning hojati bo'lmadi. Az kunda qo'lim shu qadar sog'lom bo'ldiki, uningda hech bir qusur qolmadi. Bu noyda ajoyib va g'aroyib voqeadir. Mirzaxon Kabulga berishimizga ruxsat bergandan keyin Rajab oyining 1-kuni Qal'ai Zafardan yo'lga chiqdik. Menga 16 kishi amra edi. Faqat 2 ot bor edi. Buningdan boshqa dunyolik asboblardan hech narsa yo'q. Hatto kechasi beshimga qo'yib yotqilimi hech narsa yo'q edi. Mening otam o'rnidagi kishi Mavlana Muhammadning uchisidimi odatdagi badaxshonliklar kiydigan yung chakmandan boshqa kiyim yo'q edi. Boshqa dunyolik aslahalarimizni mushundan qiyos qilib bilishga bo'ladi. Biz Kabulga yetib keldik. Podshohga va menga tog'liq tuqqandarchiligi bor. Podshohning huzurida mamlakatning ulug' kishilaridan bo'lgan Shirin tog'ay istiqbolimizga chiqdi.
u bizni noyda izzat va hurmatlar bilan boshlab o'z uyiga tushirdi va odamgarchilik shartlarini a'lo darajada bajarib keltirdi. Shu kunlarda podshoh yana 3 kundan keyin qutlug' soat yetib keladi. Shu kuni chaqirtqili odam avatdiman, shu vaqtda kelsin deb so'z aytib kishi avatdi. Men shu vaqtgacha saqlab turdim. Ta'lim va baxtim yulduzi nasllik va falokat o'rnidan o'tib sharaf va istiqbol burjida turdi. Shu chaqda podshohning oliy farmon yetib kelib, meni mulozimat sharafiga muyassar bo'lishga ijozat berdi. Men darhol podshohning huzuriga qarab yurdim. Podshohning oliy huzuriga yetib keldim. Podshohning saodatlik nazarlari menga tushgan hamon cheksiz mehr muhabbat va poyonsiz rahim shafqat tufaylidan unchalar chashquchi ko'z yoshlari saodatlik ko'zlardan bahor bulutining tomchilaridek to'xtovsiz to'kilishga boshladi va inoyat qo'llarini men tarafga uzatib, yaqin kelgin deb ishorat qildi. Tizlinib salom bergandan keyin yaqin bordim. Podshoh meni shafqat quchog'iga oldi va otliq bag'riga tortdi. Xeyli muddat quchog'ida o'ltirg'izdi. O'rnimdan qo'pib ta'zim rasmiyatni ado qilay desam, unimay yenida o'ltirg'izdi. Cheksiz kuyimchanlik va hayajon tufaylidan necha soatgacha ko'zlaridan unchilar to'kdi va aytdiki, hamma tuqqanlaring va mehribon otang shehidlik sharbetini ichgan bo'lsa-mu, Xudoga shukri, sen sog'-salomat mening huzurimga yetib kelding. Urug' tuqqanlaring va otangdan ayrilib qolganliging uchun ko'nglingni zinhor malol qilmag'in. Chunki ularning o'rnida men bor. Men sana ularning mehri shafqatidan 100 hassa ziyoda mehr shafqat qilaman deb nurg'un tasalli qilgan edi. Shuning bilan yetimlik kulpiti va g'ayriblik mehnati ko'nglimdan butunlay chiqib ketdi. Yana seni qaysi kishi ilib qechib keldi deb so'rdi. Men ustozim Mavlana Muhammad ilib qochdi dedim. Podshoh farmon qilib Mavlana Muhammadni chaqiringlar dedi. Mavlana Muhammadni ilib kirdi. Podshohning saodat baxsh etguchi nazarlari Mavlana Muhammadga tushdi va uni turli izzat hurmatlar bilan azizladi. Uningdan o'tgan voqealarni takror so'radi. Mavlana Muhammadmi butun voqealarni to'liq bayon qildi. Podshoh Mavlana Muhammadni to'lidan to'li iltifot va inoyatlar bilan xushal qildi. Ondan Sultan Saidxonning huzuriga bormagan bo'lsanglar kerak deb bir xos navobni chaqirtib, bularni Sultan Saidxonning huzuriga boshlab borgin deb qo'shib qo'ydi. U navobaning hamrohligida Sultan Saidxonning huzuriga berib sog'-salomat ko'rishish sharfiga erishdik. Ondan yana yenib podshohning huzuriga bordik. Podshohning huzurida bir pas o'ltirgandan keyin shohona iltifot bilan bir manzilga yetib berishga ruxsat inoyat qildi. Shuningdan keyin podshohning huzuridan tashqari chiqqan edik. Bir kishi intayin kamtarlik va silliqlik bilan ta'zim baja keltirib oldimizga keldi-da, bizga podshoh sizlarga tayin qilgan manzilning mas'uli va xodimi men bo'laman deb oldimizga bizni boshlab bir hovliga ilib kirdi. Qarsam noyat katta va chiroyli bir imorat ekan. Ichiga rangarang besatlar, kirman zilchilari selingan edi. İçide həşəmətlik o'rindiqlar qo'yilgan, butkul rahat farag'at asboblari, xizmatkorlar va boshqa lavozimotlarning hammasi ehtiyojdan ziyoda tayyor edi. Bir kishiga bu qadar rahat farag'at, nozu ne'mat, baxt, davlatga to'lgan ozoda makon nasib bo'lsa, uning shukri tashakkurni qaysi tuti sifat she'rin til bilan bayon qilib tugitalsin. Buning yaxshi ajr mukofotini Tangrim o'zi bergay. Necha muddat podshohning huzurida mushundaq farog'at, xotirjamlik bilan umr o'tkazdik. Hamisha podshohning huzuriga boratdim. Podshoh menga nurg'un yaxshi va'dalar va chiroyli takliflar bilan ilm o'rgatishga, kasb va fazilat egilishga amr qiladi. Kichkina fazilat yoki iqtidor hosil qilganim oshkora bo'lsa, nechasi iltifotlar va inoyatlarni qiladi hamda uni cho'nglarga bayon qilib opirin taksin qiladi. Qisqasi shu muddat ichida menga podshoh shu qadar mehr shafqat va yaxshiliklarni qildiki, mehribon otamning mehri shafqati uningga selishtirganda go'yo yetimlik vaqtidagi g'urbat va kulfatdaklar edi. Bir mezgildan keyin tarixning hijriya 918-yili, hijriya 918-yili, milodiya 1512-1513-yillarga to'g'ri keldi. Bo'lganda men podshohning mulozimligini qilishga boshladim.
Padişah atlansa billa hamseparlik sharaflarga musharraf bo'lardim. Agar bazma va suhbat qursa, ham suhbatlik bilan aziz va baxtiyor bo'lardim. Qisqasi, hech vaqtda padişah meni o'z huzuridan yiroqlashtirmaydi. Faqat savoq o'qig'ili borgan vaqtda shoh huzuridan chiqardim. Ammo savoq o'qib bo'lgan hamon yana chaqirg'ili odam avatadi. Bizga avvaldan oxirgacha ana shunday iltifot va marhamatlarni qildi. 20-bob. Shohibxonning qozoqlar ustiga yurish qilganligi va uning davlat iqbolining chekinishga boshlaganligining bayoni. Vaqtiki Shohibxon xonlarning va otamning umr qadihini shehidlik sharbati bilan to'shqizib ularga to'liq ichirdi. Nazm. Har ul sharbatga sen elga ichirgun. O'zing ham oqibat oni sumurgun. degan misralarda aytilgandek Shohibxonning umr paymonasimi to'lib ularga ichirgan sharbatni oxir o'zimi bir tamchi qoldirmay sumirdi. Nazm. Ey nuri chashim angla bu pandimni gush qil. Pur davr qadah tut elgavu o'zingmi nush qil. Bu mücmel sözün tafsilati shuki Shohibxon xonlardan va otamdan xotirjam bo'ldi. Shuningdek keyin har tarafga tahdid va hukmronlik qo'llarini o'zitishga boshladi. Har tomonga siyosat o'qlarini otqili turdi. Oxir tarixning Hijriya 915-yili qish faslida. Hijriya 915-yilning qish fasli milodiya 1509-yilning 11-oylaridan 1510-yilning 2-oylargacha bo'lgan vaqtga to'g'ri keldi. Qozoqlar ustiga bordi. U vaqtda Burunduqxon bor edi. Ammo u xonlikning kuch-quvvati va saltanatning shon-shavkati Qosim xonda edi. Shohibxon shuncha kuch-qudratga va buyuklikka ega bo'lgan turqliqmi Qosim xonga taqobil turg'idek qudrati yo'q edi. Chunki Qosim xonning dastlabki vaqtlardagi lashkarining soni 200 ming. Xanzuchi nashrda 20 ming deyilgan muharrirdan. Din ziyoda edi. Qish kunlarida qozoq xalqi chorvalarga o't cho'plar izlab har taraflarga chechilib ketadi. Shohibxon ko'pincha qish vaqtida berib taraflarda parakanda holatda o'ltirgan qozoqlarni bulab talab yonatdi. Bunda qilishdagi maqsadi qozoqlarni o'z viloyatiga yaqin o'ltira olmaydigan qilish edi. Ko'pincha qish kunlarida berib ularga parakandachilik saladi. Yuqorida bayon qilingan tarixga kelganda Shohibxon yana qozoq ustiga yurish qildi. Bu vaqt qish faslining oxirgi mezgili. Ot buloqlarning kuch-quvvati ojizlab ketgan chaq edi. Shohibxon ko'p qism lashkari bilan Ko'kto'pida va Ko'kkoshana chegarasida qoldi. Otlarning kuch madori bor lashkarlardan bir munchisini oldin mangdirdi. Ular berib ozgina xalqni tepib o'lja va asir qildi. Bir kuni ularning chorva mollarini tepib olish uchun shu yerda saqlab turdi. Ularni to'satdan Qosimxon mushu joyga yaqin yerda bor degan xabarni angladi. Bu qo'rqinchli xabarni anglagandan keyin ularning ko'ngillarida vahima va andishalar ko'payib ketdi. Bo'yinsiz Hasan. Xanzuchi nashrda Bo'yan Pir Hasan deyilgan muharrirdan. Qosimxonning amirlaridan edi. U shaybonlarning kelib bu joydagi xalqni asir qilganligini anglab, butun qo'shini bilan bu joyga qarab yurish qildi. U butkul atrofga Qosimxon yetib keldi deb xabar tarqatdi. Ondan bir bulungdan o'zini ko'rsatdi. Shohibxonning lashkarlari yiroqdan ularni ko'rish bilanla rostilla Qosimxon yetib keldi deb gumon qilib, vahim va qo'rqinish tufaylidan bir nafas turg'idak majol va toqatlari qolmadi. Bulab talgan narsalarni o'zlari elib kelgan asbob, saramjonlarni tashlab qechib Shohibxonga qo'shildi va bo'lgan voqealarni xabar qildi. Shohibxon Qosimxonning etini ishitib vahimaga tushdi-da, ixtiyorsiz chekinish nog'risini chelib hech narsaga qaramay qechib ketdi. Qolganlar qoldi, qochqanlar qochdi. Oxir parakanda va shikasta holatda Atiyozga yaqin Samarqandga yetib keldi. Shohibxon o'zi Xorasonga o'tib ketdi. Bahorni Xorasonda o'tkazdi. Kuz faslining boshlarida Shohibxon Hazarilar ustiga lashkar tortdi. Hazara tog'larini nurg'un qitim oqtirib izdigan bo'lsa-mu, Hazarilardan hech asar topolmadi. Chunki Hazarilar taraf-tarafdagi mustahkam joylarga yo'shirinib olgan edi.
ularni topolmay ilojsiz yandi. Yong'uchi shundoq bir yo'lga ko'zi tushdiki, yo'l egizda bir yerning to'pisida edi. U yerning tuvida Helmand daryosi. Hanzucha nashriga asosan to'liqlandi. Helmand daryosi hozirgi Eron va Afg'oniston tövəsidagi cho'llikdan tövan eqini eqib o'tadigan daryo. Muharrirdan oqatdi. Yer ustidan tushib suv oldigan yo'l yo'q. Bar deyilgandimi intayin xatarlik va tor edi. Muncha ko'p lashkarning u yo'l bilan tushib suv ilishi va ot uloqlarini sug'urishi to'liq mushkul edi. Demak, necha kunlargacha ana shunday mushaqqat va qiyinchiliklar bilan yo'l yurdi. Suvning qisligi tufaylidan o'zirmi noit qiynaldi. Ot uloqlarimi ko'plab nobud bo'ldi. Oxiri ming mushaqqat va jafo bilan Xorasonga yetib keldi. Bu lashkarlarmi butunlay majruh bo'lgan edi. Qish vaqti yetib keldi. Lashkarga bundoq orqa yetib kelgan azob oqibatlarni ko'rgan Shohibixon lashkarlarga umumiy ijozat yorliqi chiqardi. Turkistonning yiroq joylaridan toki Iroq va Kirman chegaralarigacha bo'lgan kishilarning hammasiga farmon shuki, har kim o'z vataniga yonsin deb yorliq qildi. Bu ijozat bilan hamma atrofdan yig'ilgan lashkarlar o'z makonlariga yondi. Shu ahvolda turayotganda Shoh Ismoilning Xorasonga yurish qilganlik xabari anglandi. Shohibixon ko'rdiki, butkul lashkar tarqilib o'z vataniga yondi. Shoh Ismoil bilan tutishib urush qilguncha bo'lgan orliqda ish qiyin. Shunga Hirotda turishni xo'p ko'rmay, Marvaga berishni loyiq topdi va atrofiy olamga maktub avatib, mening tabayimdagi sultonlar va amirlarning hammasi lashkarlarni yig'ib tezdan Marva shohi jahonga yetib kelsin deb yorliq mangdirdi. O'zi Marvaga atlandi. Shohibixon Marvaga yetib kelgandan keyin orqasidan Shoh Ismoilmi orqa yetib keldi. Bu voqeaning tafsiloti pat yaqinda bayon qilinadi. 21-bob. Shohibixon bilan Shoh Ismoilning orasida ziddiyat paydo bo'lganligi va bu orada yuz bergan dastlabki talash tortishlarning bayoni. Shohibixonning Shoh Ismoilning qo'lida qatl qilinganligi. Shuni bilish kerakki, bu kitobning bosh qismida tarixning hijriya 905-yili. Bu yilnoma Muhammad Sodiq Qashqarning nusxasida 950 deyilgan. Toshkent ruscha nashrida 915, milodiya 1509-1510 yillarga to'g'ri keldi deyilgan. Farscha nusxalarda va Mulla Muhammad Niyozning tarjimasida 915 deyilgan. Hijriya 905-yili, milodiya 1499-1500 yillarga to'g'ri keldi. Qaysi diyorda qaysi podshoning bor ekanligi haqida bayon qilingan edi. Shular jumlasidan biri Shoh Ismoil bo'lib, mazkur tarixda Iroq. Bu yerga Iroq degan so'z asosan Dajli daryosining sharqidan toki Eronning chegarasi ichidagi egiz tog'liq rayonlargacha orliqni o'z ichiga olgan Iroq ajamni ko'rsatadi. Zaminida kuchaygan edi. U muborak shariatni Iroq diyoridan yiroqqa haydab, musulmonlarni qatliam qilgan edi. Bu voqealarning tafsiloti bu muxtasarga sig'maydi. Iroq zamini Shoh Ismoilning hukmronligida edi. Shohibixon hukmronligidagi viloyatlarning bir cheti Iroq zaminiga berib tutishadi. Iroqning Xorasonga tutish bo'lgan ko'pincha chegara rayonlarga o'zbeklar parakandichilik selishga boshladi. U yerga xalqni bulab talashga qadam qo'ydi. Shoh Ismoil bu voqeani bilgandan keyin Shohibixonning huzuriga elchi avatdi. Elchidan esil to'hfa va hadiyalarni avatdi. Yana mundaq mazmunda maktub yozib avatdi. Uzun muddatlardan beri ahdinomalarga amal qilinib, ikkala tarafning ko'ngil etigiga qarama-qarshilik chang to'zonlari qo'nmagan edi. Shu sababdan oramizda gina adovat kirlari yo'q edi. Hozirgi kundami u tarafdan otliq qoidasi namoyon bo'lsa, bu tarafdan farzandlik aloqasi mustahkamlangusidir. Nazm. Adovat naxlini yug'ilki qilg'ay ranjiga ashib. Niholi do'stlik tikilgi komi dil bo'lur hosil. Shoh Ismoil ana shunday sulhi maktubini yezib avatdi. Shoh Ismoilning elchisi Shohibixonning dargohiga yetib keldi. U elchilik shartlarini ado qilgandan keyin to'hfa va hadiyalarni Shohibixonning nazaridan o'tkazdi
ve Şah İsmail'nin mektubini tutup berdi. Şahibixon mektubning mazmunidan xabardor bo'ldi. U muvofiq mektubga mundaq nomuvofiq javobni kutib avatdi. Javob xatning mazmuni mundaq edi. Ey Şah İsmail, eng yaxshisi shuki, har kim otasining hunarini qilishi lozim. Chunki Uzun Hasan qizini, Sultan Yaqub ibn Hasan singlisini otangga bergan kuni ularni o'z zamonining malikalari doirasidan chiqarib etgan edi. Bu zamanda sening onang tarafidan saltanat da'vosi qilishing har qanday bir onaning meningidek sulton o'g'li sultondan bo'lgan farzandi bo'lmagan ahvol ostida ravo bo'lgan bo'ladi. O'g'il otaning hunarini qilsin, qiz onasining ishini tashlamasin deydigan masal bog'u nazm. Ömürü memleketu mülkini bilur şekler, gadayı güşe nişinsen xoruş eylemegil. Muşununğa o'xshash tuzluq so'zlar bilan bir maktubni bitirib elchiga topshirib, bir hosa, bir janda, bir kashkul hadiya qilib avatdi. Ondan xatga yana, agar otangning hunarini unutib qolsang, bu to'kpilar yodingga solg'usidir nazm. Nasihat anlağıl canaki candan dostaraq bilgey. Javanani saadetmen pendi piri danani. Eğer oyğını saltanat taxti üstiga qo'ysang, o'zingdan andishi qilg'in va bexabar bo'lmag'in. Nazm. Arusi mulkni ul mard olur kenariga. Ki busa qilsa dami tig'a abdaraga. degan so'zlarni yozib, Iroq elchisiga bu javob maktubni tutqizib yondirdi. Şahibixon o'zi Hazayirlarga lashkar tortdi. Iroq elchisi Shoh Ismoilning huzuriga yenib bordi. Şahibixonning maktubini va hadiyasini bir-birlab Shoh Ismoilning nazaridan o'tkazdi. Shoh Ismoil bu maktubning mazmunidan xabardor bo'lib, uningga javoban yana maktub yozdirdi. Bu maktub mundaq boshlangan edi. Ey Şahibixon, agar har bir o'g'il otasining hunarini qildigan bo'lsa, odam farzandlarining hammasi payg'ambarlik martabasiga yetishi lozim edi. Agar podshohlik butunlay miros yo'li bilan bo'ldigan bo'lsa, podshohning avlodidan boshqa kishi podshohlikka loyiq bo'lmasa, podshohlik pushtidan pushtiga qoladigan bo'lsa, podshohlik kayoniylardan oshmagan bo'ladi. Bundaq ahvolda Chingizga qachon saltanat muyassar bo'ladi, sangmu qandaq muyassar bo'ladi. Nazm. O'lgan otangni sanat etma javon, it kabi qilma talash ustixon. Sen yana maktubingda mundaq debsan. Nazm. Arusi mulkini ul mard olur kenariga, ki busa qilsa dami tig'i abdariga. Mening javobim ashu beyitdir. Sening bilan qattiq urush qilish kamirni belimga bog'ladim. Mustahkamlik oyig'ini urush uzangisiga qo'ydim. Agar menga taqobil turmoqchi bo'lsang, ikkimizning o'tirsidagi da'vo urush maydonda ayrilg'usidir. Agar qo'rqsang, xotirjam holda xushal-xuram o'ltirg'in va men senga avatgan ishqa mashg'ul bo'lg'in degan so'zlarni yozib, maktubni oxirlashtirdi. Şahibixonning to'kpisiga javoban yip egirdigan choqni sovg'a qilib avatdi. Maktubning atrofiga yana bu beyitni bitib qo'ydi. Nazm. Bas tecrübe kerdim derin deyri mukafat. Ba alib eba herki der eftat. Nazm. Bu deyri mukafatında köp tecrübe qildim. Kim ali eba birla jidal qildi, yiqildi. Bu maktubni Şahibixonga avatdi. Orqasidan o'zi Şahibixonning ustiga otlandı. Şahibixon Shoh Ismoilning kelayotganligi xabarini anglab, lashkarlarning tarqalib ketganligi sababidan Hirotda turolmay Marvaga yurdi. Yengilib berib tushgan edi, Shoh Ismoilning maktubi yetib keldi. Şahibixon bu maktubni ko'rib, atrofi olamga tarqalib ketgan lashkarlarga jam bo'lish to'g'risida yorliqnoma yozib odam avatdi. Şahibixonning lashkarlari teg'i yetib kelmagan edi. Shoh Ismoil Marvaga yaqin bir yerga kelib tushdi. 3 kun urush qildi. Na u tarafga g'alaba, na bu tarafga mag'lubiyat yuzlanmadi. Şahibixonning lashkarlari har tarafdan kelishga boshladi. Shoh Ismoil u manzildan ko'chib yurib ketdi. O'zbekning qorovullari o'zbeklarga xabar yetkazdi.
Özbekler Şah İsmail kelginiga pushaymon qilib yondi bo'lg'ay, shu ketgunicha ketadigan bo'ldi deb gumon qilishdi. Bu vaqt tarixning hijriya 916-yili. Hijriya 916-yili, Ramazan oyi milodiya 1510-yili 12-oyga to'g'ri keldi. Ramazan oyining shak kuni namoz peshin vaqti edi. Shahibi xonning qo'l ostidagi bar lashkarlari 20 ming kishi edi. Onun tədbirlik məsləhətçilərinin Əmir Qəmbər Əli və başqa əmirlər Şahibi xanğa "Bugün uruş qılmayı turaylı. Şah İsmail'nin arqasından qoğlab barmaylı. Çünki Əbeydullah Sultan və Timur Sultan 20 ming kishi bilan bu yerdən bir farsang yiroq yerga kelib tushibdi. Əta ularmı kelib qo'shildi. Hem düşman shu ketkincha ketamdi yoki bu yerdan ko'chib boshqa yerga tushib yana urush qildigan xiyoli bormi? Bu xabar haqiqiy aniqlandi. Agar ularning urush qildigan g'arizi bo'lsa, atrofdan kelgan lashkarlarimizni to'liq jamlab, ondan urush qilayli. Agar shu yergacha qechib ketadigan g'arizi bo'lsa, hazratlarining orqasidan qo'g'lab berishlari loyiq emas. Ubaydullah Sultan va Timur Sultan boshliq qolgan amirlar qo'g'lab basın. Hazratlari asta-asta orqasidan toki Iroq ziminigacha manzil qo'g'lab borg'aylar. Şah İsmail bu yerni qechib bo'lsa, o'z xalqimi uni qo'g'lishi mumkin. U hattoki Iroqdimi turolmaydi dedi. Shahibi xon ularga to'g'ri aytyapti sizlar. Lekin Şah İsmail bilan urush qilish bo'lsa, g'azati akbar, ulug' g'azabdir. Uning ustiga g'animat mollarimi noiti to'la. Bundaq ikkilanish va vahima qilish podsholarga dunyo va oxiratda ziyon keltirgusidir. Merdana bo'lmoq kerak deb o'zi otlanib shu soatla Şah İsmailning orqasidan ot soldi. Ular egiz-past yerlardan o'tib, tuz yerga chiqib qaragan edi. Şah İsmail butun lashkari bilan mustahkam turibdi. Uning lashkarini 40 ming kishi deb qiyos qilishdi. Texi o'zbek lashkarlari saplarini tuzib bo'lmagan edi. Şah İsmail kaman o'qlari bilan urushni boshlab Shahibi xonning lashkarlarining ko'ziga kaman o'qlari noiti ko'p ko'rinib, vahima va qo'rqinish tufaylidan o'zini to'xtatgudek toqatlar qolmadi. Ular qechishga yuzlandi. Ammo Shahibi xon boshliq Hamid Sultan amir sardorlar o'z o'rnida mustahkam turdi. Oqibatda Shahibi xon va butkul sulton amir sardorlari bilan qo'shilib o'lim daryosiga g'arq bo'lib ketdi. Ulug'lardan biror kishimi hayotliq sohilga chiqolmadi. Hiç tarixda, hiç bir kitapta, hiç bir urushda sardorlarning bundaq tamamen qatl qilinganligini hech kishi o'qimagan va hech kishidan anglamagan bo'lgaydi. Qochgan lashkarlar qal'aga qaytib kelib, qudrati yetganlari bola vaqinlarini elib qochdi. Qudrati yetmaganlari "Haza firaqu bayni va baynike. Bu sen bilan mening ayrilish vaqtimiz." Qur'on Karim 18-sura Kaf 78 oyatning bir qismi. Oyatini o'qib, xotinlari va bola chaqalarini tashlab qechib ketdi. Moğol qavmining ko'pinchisini Shahibi xon xonlardan va Moğolistondan yiroqroq tursin degan g'araz bilan Xorasan tarbiga o'tkazib o'tgan edi. Qechib kelgan o'zbeklar Amu daryosi leviga yetganda Moğollar o'zbeklarni bulab talashda hech bir kam kutsiz harakat qilib, ondan 20 ming Moğol bo'linib chiqib Qunduzga ketdi. Əbeydullah Sultan və Timur Sultan Mərviga bir farsang kelgan yerga berib tushgan edi. Ular bu cho'ng vaqani anglab darhol qala ichiga bekindi va Shahibi xonning akli haramlarini va ba'zi sulton sardorlarning akli haramlarini elib kechilab qochdi. Qolganlarning erlarning hammasi turkmanlarning qo'lida shehidlik sharbatini ichishdi. Shah İsmail xotullar va ojizlarni butunlay asir qildi. Merve xalqini qatliam umumiy qirg'in qildi. Ondan Şah İsmail o'zi yenib Heratga ketdi. Heratga berib, hamma ulug' va sharafli zotlar Malikan masjidiga yig'ilsin, masjidda xutba o'qilsin. Xutbada Hazrati Payg'ambar alayhissalomning ashablariga va Oyisha Siddiq, Alloh uningdan rozi bo'lg'ay, haqoratlar aytilsin deb farmon tushirdi. Herat kattalari Malikan masjidiga yig'ildi. U Xaruz zabunliqqa möhkəm bo'lg'uchi mal'unning naloyiq farmoni yetkazildi. Ulug'larning hammasi sukut qilishdi. Hech kim un chiqarmadi. Masjidning hofizi va xatibi Hofiz Zeyniddinni minbarga chiqarishdi.
Hafız Tangri onunğa rahmat qilgay. Minberge chiqib oldi bilan Tangri Tallaga hamdu sana aytgandan keyin butkul koinotning xo'jisi Hazrati Payg'ambar alayhissalomning pak madiyasini go'zal so'zlar va yiqimli ishoratlar bilan bayon qildi. Ondan ulug' ashoblar Tangri ulardan rozi bo'lgay ning muborak laqamlarga yetib keldi. Bu chaqda u malunning nopok hukmi va noto'g'ri yorlig'i esi keldi. Lekin islom dinini himoya qilishdan iborat diyonat qo'llari Hofiz Tangri uningga rahmat qilgayning yoqisidan mahkam tutdi. Shunga hayotlikdagi vaqtliq xaruzarlik, azob uqubatlarni oxirat ne'matlariga va Tangri inoyatidan iborat baxt davlatga badal qildi. U mundaq dedi: "Men uzun muddatdan va ko'p vaqtlardan beri minbar ustida sharafli xutbani ahli sunnat jamoatining qonunida ado qilib keldim. Әмді өмірім құяшы өлім мәғрибіге еқін беріпті. Әгер hayatım күлдерінің sübhesi еңіден парылған тағдырды му, бұныңдәк шәрәплік hayatını мұндақ күпірлікқа тегішмеген болаттым. Болып му әмді ақырқы өмірімге келгенде әхли сүннәт жамаатыға қандақ му мұхалифетчілік қылымен, İslam dini bilen ötken şərəflik ömrümni küpürlük xarlığının nicaseti bilen bulğaymen mu? Xuda saxlısın. Tangri panah bersin. Hafız bu sözlerini aytgandan keyin Hazreti Xulafai Raşidin Chaharyar ning va ulug' ashoblar Tangri ularning hammasidan rozi bo'lsin. Ning muborak laqamlarini shu qadar fasohat va intayin go'zal bayonlar bilan azizlab, to'liq ta'zim va yuqori ehtiromlar bilan ado qildi. Hafizning bu xutbasiga butkul mavjudotning hammasi taksin va ofrin etishdi. Әмма ләнеті Qizilbosh Tangri ularning hammasiga la'nat qilsin. Taqat qilolmay yugurib minbarga chiqib, Hofiz Tangri u zotga rahmat qilgayning muborak oq soqollaridan tutib, tövanga tortib tushib, uni pora-pora qilib tashladi. Herat ulug'larining ko'ngillari g'amlik, ko'zlari namlik holda patparaq bo'lib ketishdi. U kuni o'tib ketdi. Ertasi Shoh Ismoil yana barliq Herat kattalarini yig'dirdi. Şeyhül İslam yuqurda Herat ölümalar qatarda bayan qılınğan idi. Shoh Ismoil Şeyhül İslamga qarab: "Ey şeyx, sening mard va donishmandligingga esit. Xato yo'lga kirib qapsan. Kelgin, əmdi ashabilarga haqorat keltirgan va Shia mazhabiga kirgin" dedi. Şeyhül İslam: "Ey narsida bola, sen din mazhabni nima bilasan? Meni kupar süpət və ölümgü məhkum şum qovumğa qoşuluşqa dalalat qılıb atsan. Seni yoldan azdırğan şu kişilərini çağırğın. Əgər ularning dəlili və hüccəti mening sözümni yengəlsə, mən öz dinimdən yenib ularning məzhebiga kiraman. Əgər mən öz dinimning haqliqini hüccət və dəlillər bilan isbatlasam, ularmı batıl məzhəblərini taşlab İslamga kirsin" dedi. Shoh Ismoil öz ölümalarga qarab sordu: "Sizler nima deysizler?" U malullar: "Bularga söz tepib bergil bo'lmaydi" deyishdi. Shoh Ismoil degan badbaxt yana Shayxul Islomga qarab: "Ey shayx, kel diningdan yong'in" dedi. Shayx Tangri u zotga rahmat qilgay ning g'ururlari o'lab: "Ey dinsiz, nijiz, og'zingga la'nat tuproqlari to'lsin, beshingga nafrat toshlari yog'sin. Namertlik pushtidan xaruzarlik urqi shundoq to'kilganki, jaholat zulmatining balayotqusida sendek badbaxt vujudga kelibdi. Mening aql nuridan shu qadar xoli bo'ptiki, qabih nafsoniy talablarni pok ruhiy orzulardan farqlantirolmaysan. Din va mazhabni sen nima bilasan? Rahmat bilan shaytonni qandoq farq etasan? Qaysi aql hushun, qaysi bilim va donishmandliging bilan haqni botildan farqlantirolmaysan? Shundoq turuqliq meni qandoqmi haqdan da'vat qila olaysan?" dedi. Shayxul Islom bu muborak so'zlarni so'zlayotganida Shoh Ismoil qo'liga o'q va kamonni ilib Hazrati Shayxga qartib bir o'q atdi. Shayx o'qni tortgan edi, jarohat eg'izidan qon iqishga boshladi. Shayx Tangri u zotga rahmat qilgay. U qonni muborak yuzlariga va qon soqollariga surtida Tangriga teşekkürler bolsun ki 80 yıllık ömrünün ahırda haqni isbatlash va batil mazhabni mutlaq batil qilish uchun oq saqalimni shehidlik qonlari bilan bo'ydim dedi.
Shuningdan keyin u qora yuz yana bir o'qni ilib shayxga atdi. Ondan shayxni darakka chiqaringlar deb farmon qildi. Shayxni darak ustiga chiqarishdi va darakni tuvidan kesdi. Hazrati shayx darak bilan qo'shilib yiqildi. Ondan uni bozori Mallakka ilib berib, shayxning muborak jasadlarini o't yiqib ko'ydirdi. Nurg'un tirishchanliklarni ko'rsatgan bo'lsa-mu, lekin shayxning muborak ko'hrigi zodil ko'ymadi. İlacısız onu ayak astlarga tashladı. Kuparlar neçə növbət onun üstüdən dəsəb ötdi. Bilish kerakki, mutlaq dona və bərhaq qudrat egisi bo'lgan ulug' Tangri o'zining yaqin bandalarini va ulug' zotlarni turli balo qazolarga mubtila, minglagan mehnat mushaqqatga giribdor qiladi. Bunda qilishning sir hikmati taqdiri azalda yezilgan insoniyatchilik taqozosi tufaylidan bo'lsa kerak. Bende nefsani isteklerini besishga ilojsizdir. Çünkü Tangri maqamiga yiqilishish bilan bende orasida perde hosil bo'lgandir. Nefsidan lazzatlanish yaxshi bo'lsa-mu, lekin nefsiga bundaq tarbiya qilish ruhning ulug'liq martabasiga o'rlishiga nuqson yetkazgusidir. Bu balo qazo va ziyoratlar oshu lazzatining nuqsonining badali bo'lsa kerak. Yana shundaq ehtimolmi borki, din boyovinining shir yuraklari oldida bu sirlar oshkora bo'lganlikdan ular haqni isor qilishda shirdak yuraklik bo'lsa kerak. Ularning foydasi hamma tarafga o'rtaqdir. Yana bir hikmat shuki, Tangrining irodasiz davlatmanlarning oliy martabaga yetishi mushkuldir. Yana xaruzar kishilarga ana shu qahr g'azab bilan tayinlangan do'zax bir nishonadirki, u xaruzarlar mushundaq yomon qiliq va qabih ahvollar bilan do'zaxga mubtalo bo'lg'usidir. Yana uningdan boshqa sir hikmatlarning bo'lishimi mumkindirki, ular g'oyib holatda bo'lg'ashqa hech kim uningdan xabardor bo'lmaydi. Demak, Shoh Ismoil ashundaq qabih ahvollardan keyin Xorasonda necha muddat turdi. Uning qolgan ahvollari qisqacha bayon qilingusi. 22-bob. Shohibixonning Shoh Ismoil qo'lida o'lganlik xabari Bobur podshohga anglanganligi. Bobur podshohning Kabuldan Qunduzga yurish qilganligi. Tarixning Hijriya 916-yili. Hijriya 916-yili Ramazon oyining 1-kuni, milodiya 1510-yili 12-oyning boshlariga to'g'ri keldi. Mirzaxonning huzuridan podshohning huzuriga arz keldi. Jadining avvalgi fasli tog'larga qor tushgan vaqt edi. Arzning mazmuni mundaq. Shoh Ismoil kelib Marvada Shohibixon bilan urush qilib g'alaba qildi. Shohibixonning o'lgan yoki o'lmagan xabari aniq emas. Hamma o'zbeklar Omu daryosidan o'tib Qunduzga ketibdi. 20 ming Mo'g'ul ulardan ayrilib Qunduzga kelibdi. Men Qunduzga yurish qildim. Agar darhol davlat tizginini Qunduz ustiga qaratib tarsila, piqirmi mulozimat sharifiga erishgan bo'lsam, saltanat güzülning osonlik bilan qo'lga kelishidan to'liq umid bor. Podshoh bu arznamaning mazmunidan xabardor bo'lib, shu qishda intayin tezlik bilan yurishga atlandi va obi dard yo'liga kirdi. Chunki u yo'lda egiz tog'lar yo'q edi. Podshoh nurg'un manzil va joylarni besib o'tib Bamyan hozirgi Afg'onistondagi Bamyan o'lkasi tavasida Muharrirdan. Chegarasiga kelganda ro'zi hit namozini o'qidi. Shu oyning 5-ida Qunduzga yetib keldi. Mirzaxon O'zbekdan bo'linib kelgan Mo'g'ullarni boshlab podshohning istiqboliga chiqdi. Necha kun Qunduzda orom elishdi. Ondan ular maslahat qilishdi. Hamza sulton va Mahdi sultonlar O'zbek podshohlarining kattalaridan edi. Hisar viloyatining podshohligi ularga tava edi. Podshoh Mirzaxon bilan shular ustiga yurish qilishga kelishdi. Qishning oxirgi faslida Omu daryosidan 9 taram yo'li bilan o'tdi. Hamza sulton bu xabarni anglab Hisardan otlanib Vahshga keldi. Bu tarafdan podshoh Xotarlan viloyatining mashhur joyi bo'lgan Ko'lak cho'liga yetdi. Podshoh u yerda Hamza sulton Vahshda emish deb anglab, shu soatda ilg'or qo'shin bilan yuqori yo'l orqali Hamza sultonning ustiga qarab yurdi. Kun chiqqan mahalda Mahdi sultonning manziliga yetdi. Qarasa hech kishi yo'q. Atrofni oqtirib shu joydagi puhrolardan bir necha kishini tepib keltirdi. Ular Hamza sultonning xabarini bayon qilib, tunugun namozdigar vaqtida Bobur podshoh
Kölek çölüge keldi deb xabar qilishgan edi. Hamza Sultan shu soatla otlanib tövenki yo'l bilan Kölek çölüge ilg'or qo'shinlarni elib ketdi deyishdi. Padişah Hamza Sultan mangan yo'l bilan uning iziga kirib yurish qildi. Namoz peshin vaqtida Kölek çölidagi o'z qarorgohiga yetib keldi. Hamza Sultanmı sübhi vaqtida padişahning lashkargohiga yetib kelib, ularni topolmay orqasidan iziga tushib, namoz peshin bo'lgan mahalda o'z manziliga yetib oldi. Padişahning va kattalarning gumonlari shundoq ediki, Bobur podshoh Kobuldan ozroq kishi bilan keldi. Hamza Sultanға taqabul turg'ida kuchimiz yo'q. Moğol lashkarimi yangi kelgan, texi urushga yorug'idek rabti yo'q deb o'ylaydi. Her ikkili tarafda mushu xil vahima va gumonlar paydo bo'lib, bir-biridan qo'rqishdi. Shunga yuzma-yuz tutishmay, shu kechasi podshoh Qunduzga qaytdi. Hamza Sultan Hisarga qochdi. Necha kunlardan keyin bir-birlarining qechishqanlik xabarlarini eshitib, har birlari o'z salomatliklariga shukr aytib, jimi hamdu sana bizdan g'am qayg'uni ketkizayotgan Allohga mansubdir oyatini o'qidi. Qur'on Karim 35-sura Fatir 34-oyatning bir qismi. Padişah Qunduzga yetib kelgan edi. Shoh Ismoilning elchisi yetib keldi. Shoh Ismoil do'stlik izhor qilib, ko'p va'dalar bilan u elchini orig'a silib avatgan edi. Shuning bilan birga yana Xonzoda begimni Shoh Ismoil Xorasondan avatgan edi. Yetib kelib padişah bilan ko'rishdi. Bilish kerakki, Xonzoda begim padişahning bir tuqqan hamshirisi edi. Yuqorida bayon qilib o'tilganidek, Samarqand muhosirasida padişah o'z jinining badali uchun Xonzoda begimni Shohibexonga bergan edi. Xurramshoh Sultan Xonzoda begimdan vujudga keldi. Lekin Shohibexon o'z qarindishining paravonligini ko'zlab, menga qasd qilmasin deb Xonzoda begimdan vahima qilishga boshladi. Bu andisha bilan uningdan xotirjam bo'lolmay, uni taloq qilgan edi. Said otaning avlodlaridan Pir Said Hodi otliq bir kishi bor edi. U Shohibexonning sultonlari va o'zbek amirlari orasida intayin ulug' va hurmatli kishi edi. Shohibexon Xonzoda begimni ashu Saidiga nikohlab bergan edi. Said Hodi Marvada Shoh Ismoil bilan urush qilganda shahid bo'lgan edi. Xonzoda begimni turkmanlar asir qilgan edi. Shoh Ismoil uning Bobur podshoning hamshirisi ekanligini anglab, Xonzoda begimga to'lidan to'la izzat ikramlarni qilib, elchisining orqasidan izzat va ehtiromlar bilan podshoning huzuriga avatgan edi. Xonzoda begim yetib kelgandan keyin podshoh intayin xushal-xuram bo'lib, Mirzaxonni to'hfa va hadiyalar bilan Shoh Ismoilning huzuriga avatdi. İtaat va tavallik izhor qilib, yordam va madad so'rash mazmunida nomi yozib avatdi. Shoh Ismoil Mirzaxonga noit ko'p iltifot va izzat ikromlarni qilib, hamma iltimoslarni qabul qilib, tez orada ijozat berib yondirdi. Mushu vaqa asnosida tog'am Saydu Muhammad Mirzaning qishidan odam keldi. U odam tog'amning Farg'ona viloyatini o'zbeklarning butunlay xoli qilib qo'limga kirgizdim. O'zbeklarni mag'lub va xoruzar qilish, Mavaravu nahrini qo'lga kirgizishmi endi osonlik bilan nasib bo'lg'usi. Bu haqda qandoq oliy bishoratlar bo'lsa, jon dil bilan bajo keltirman degan so'zlarni podshoh huzurida boshdan oxirigacha bayon qildi. 23-bob. Tog'am Saydu Muhammad Mirzaga oid so'zlarning bayoni. Bu yerda mo'rdi kelgachga uning ahvolini aniq aytishni loyiq ko'rdim. Bu kitobda har qanday yerda tog'am degan so'z kelsa, bu mening tog'am Saydu Muhammad Mirzani ko'rsatadi. Maxfiy qolmasinki, tog'amning dastlabki ahvollari yuqorida qisqacha zikr qilingan edi. Uning Farg'ona viloyatini ishg'ol qilgan voqealarning tafsilotimi ochiq bayon qilingan edi. Toshkent vayronchiligi davrida tog'am Sulton Mahmudxonning xizmatida edi. Ular Andijonga bordi va Koson hozirgi O'zbekistondagi Namanganning g'arbiy shimolida Muharrirdan ni o'ng'ayla qo'lga kirgizib tog'amga berdi. Xonlar Oqsiga borgan edi. Shohibexon yetib kelib, xonlar bilan yuzma-yuz urush qildi. Bu voqealarning hammasi yuqorida bayon qilib o'tildi. Xonlarning Shohibexonga yengilganlik xabari tog'amga anglandi. Tog'am darhol Kosondan ketib qoldi. Uning ahvoliga hech qanday shikastlik yetmadi. U berib Mo'g'ulistonga qochib kelgan xaloyiqqa qo'shildi.
Sultan Mahmudxon Moğolistonda qaytib kelgandan keyin tağam uningga qo'shildi. Sultan Mahmudxonning Moğolistonga kelgan voqeasi yuqorida bayon qilib o'tildi. Tağam shu vaqtdan toki Sultan Ahmadxon vafot bo'lguncha Sultan Mahmudxon bilan birga edi. Sultan Ahmadxon vafot bo'lgandan keyin xon yuqorida zikr qilib o'tilgandek Aqsu va Moğolistonni cho'kirib, Moğolistonning podshohligidan Toshkentning o'shtigarligi yaxshiroq dedi. Tağam, to'g'ri, Toshkentda o'shtigarlik qilg'ili qo'ygan ahvol ostida shundoq deb javob berdi. Yuqorida zikr qilib o'tilgandek Sultan Mahmudxon tağamning bu so'zidan intayin ranjigan edi. Bir necha paskashlar bor edi. Ularning qildigan ishi hamisha iqtidor egalarining g'aybatini qilishdan iborat edi. Ular bu vaqtni g'animat bilib, tağamning kuchayib ketayotganlik ahvolini Sultan Mahmudxonga arz qilishga boshladi. Ular shu darajada tirishchilik ko'rsatdiki, tağamning hayotlik rishtasini o'lim pichiqi bilan shundoq kesib tashlab, toki qiyomatgacha tağam bilan Sultan Mahmudxonning oralarida aloqa o'rnatishning imkoniyatini qo'ymaslikqa bel bog'ladi. Ammo Sultan Mahmudxon uning bizga bo'lgan tuqqandarchiligi hammadan yaqin. Bundaq yaramsiz qiliqqa qadam qo'yish menga hargiz loyiq emas. U eng yaxshisi jinini salomat elib bir tarafga kessin, Turponga, Mansurxonning huzuriga borgani muvofiqroq deb tağamni Turponga mangdirdi. Sultan Mahmudxon Mo'g'ulistonga ketdi. Tağam Turponga ketib etib, Aqsuda Sultan Ahmadxonning xizmatida qolganlarga qo'shildi. Sultan Mahmudxon Aqsuga qarindishining huzuriga kelganda, o'g'li Sultan Mehmet Sultanni va Amir Ahmad Itarchini Mo'g'ulistonda bir necha kishi bilan qo'yib kelgan edi. Sultan Mehmet Sultan va Amir Ahmad Itarchi Mo'g'ulistonni to'liq tizginlikdan keyin kishi avatib tağamni Mo'g'ulistonga elib bordi. Tağam Sultan Mehmet Sultan bilan yaxshi kelishib o'tdi. Ular orasida nihoyatda ching birlik va do'stlik aloqasi o'rnatildi. Bir mezgil o'tgan edi, bir kechasi Amir Ahmad Itarchini mulozimlar o'ldiribdi. Amir Ahmad Itarchining kimning buyrug'i bilan o'ldirilganligi hech oshkorlanmadi. Shuning bilan Mo'g'uliston viloyatining shohlik xizmatlari va Sultan Mehmet Sultanning hukumat ishlarining hammasi tağamning zimmasiga tushdi. Lekin tadbirlik, iqtidorli kishilarning yo'qligidan va koni lashkarlarning yo'qligidan tağamning ishlari toza yurishmadi. Chunki tağamning koni lashkarlari va donishmand amirlarning hammasi otam bilan birga Hisor tarafga ketgan edi. Tağamning yeyinda 200 kishi bor edi. Ular bilan hech ish tartibga tushmadi. Sultan Saidxon va Sultan Halil Sultan qirg'izlar bilan Mo'g'ulistonda g'uvg'a va zilzila paydo qilganda tağam Mo'g'ulistondan qochib ketdi. 7 kentga bordi. Sultan Mahmudxon shu yerda edi. Sultan Mahmudxonning yendagi ashu razir kishilar yana fitna fasod va tafriqchilik o'yinlarini shu darajaga yetkazdi, oxir tağamni tutib o'zbeklarga avatib berdi. Canibek Sultan Andijonda edi. Tağamni shuning huzuriga elib berishdi. U tağamga hech nima demasdan mehr shafqat bilan hurmatladi. Shunda qilib tağam Canibek Sultanning yonida bo'ldi. Toki Shoh Ismoilning nusrat qozonib Bobur podsho bosh ko'targan zamongacha. Hansucha nashrda Hijriya 917-yili, ya'ni milodiya 1511-yilga to'g'ri keldi deb izohlangan muharrirdir. Tağam Canibek Sultanning huzurida edi. Ashu zimistonda Shohibexon Shoh Ismoilning qo'lida o'ldi. Shu qishning atyoz paslik kelganda hamma sultonlar maslahatlashib Mavarau nahrida qolgan mo'g'ullarni butunlay qatlam qilib yo'qotmoqchi bo'lishdi. Lekin Canibek Sultan bu maslahatga rozi bo'lmadi. Bu so'z Mulla Muhammad Niyozning nusxasida rozi bo'ldi deb yozilib qolgan. Boshqa nusxalar asosida tuzitildi. U tağamning xizmatidagi hamma mo'g'ullarning Andijonga berib oilasi bilan qo'shilishiga ruxsat berdi. Tağam Canibek Sultanning fikrlarining turaqsizligi va so'zlari ishonchsizligini biladi. Shunga uning huzuridan intayin jiddiy qo'zg'alib tezlikda ketdi. Ammo Canibek Sultan shu hamonla pushaymon qilib, ularning orqasidan kishi avatib qo'g'lab topganlarning hammasini o'ldirdi. Lekin tağam intayin tez ve chaqqonlik bilan yurib Andijonga yetdi-da, qolgan mo'g'ullar va Andijon xalqi bilan birlashib, qo'zg'olon qilib, Farg'ona viloyatidagi barliq o'zbeklarni qo'g'lab chiqardi. Uningdan keyin Qaytir Tegin,
Qaytır tegin oldingi taraflarda qora tegin deyilib, bu yerga kelganda qayır tegin deyilgan muharrirdan. Yo'li bilan podshohning huzuriga kishi avatib, yuqorida zikr qilinganidek bu voqealarning xush xabarini yetkazdi. Podshoh bu xush xabarni anglab, intayin shod-xuram bo'ldi.